Sərkilərinin səvərliki və 3 səpərvərlik. Abduvali Ayub. Lager faciəsi haqqında çoğ taratqularda xəbər işlənib, Xitay lagerning mavjudligini rad qilishdan e'tirof qilishdan gap o'ynatib, bezab ko'rsatishga va mana hozir o'zini oqlashga tushdi. Bu axborotning kuchi va axborotga so'zlashga jur'at qilgan Uyg'ur fidokorlarning to'ppisi. Bu ishlarni davomli tashkillab, yangiliklar bilan zulmdan dunyoni doim xabardor qilib turamiz, albatta. Bu tashkillashni har qaysi ellardagi organlar, aktivlar qiladi. Bu sarxillar qiladigan ish, avomning emas. Vatanda bo'layotgan fojia hozir xabar bo'lishdan tadrijiy tarixiy hujjat bo'lishga, arxiv bo'lishga va kino bo'lishga yuzlanyotidi. Shunga hozir chiqayotganlari ko'pincha hujjatlik film bo'lmoqda. Amerikadagi Vice, Angliyadagi BBC, Qatardagi Al Jazeera yaqinda yana bir turkum hujjatlik filmlarni ishlab, dunyo jamoatining diqqatini tortmoqchi. Bundan boshqa nashriyat savdogarlari va film shirkatlari fojiamizni asarga aylantirishga tirishyotidi. Bizga dunyodagi cho'ng tillarda yoza oladigan yozuvchi, ssenariychilar lozim. Bizga vaziyatimizni to'g'ri tushuntira oladigan tadqiqotchilar texmi muhim. Hozir masalamizni ko'p qism g'arb davlatlari Xitoydagi diniy masala, musulmon oz sonliqlarning masalasi deb qarayotidi. Biz o'zimizning mustaqil zamonga, madaniyatiga, mustaqil tiliga ega bir huquqli millat ekanligimizni doim tushuntirishimiz. Bizning masalamizning hijob, soqol degandek din masalasi emas, Uyg'urlik masalasi, ya'ni bir millatga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik masalasi ekanligini tushuntirishimiz kerak. Bu sarxillar qiladigan ish. Biz sarxillar faqat xalqaro axborotlarga dardman Uyg'urni tunishtirib qo'ya olamiz va shundoq qilish eng oqillik. Axborotchilikda Uyg'ur bevosita xabar tarqitib g'olib kelolmaydi. Chunki axborotning motori e'londan kiradigan kirim. 4 Uyg'urning fidoilik emas. Motor e'lon. Ammo Uyg'ur tilida qilinayotgan axborotni dunyo tushunmaydi. E'tirof qilmaydi. Shunga ko'rilish to'van. Shu sababdan shirkatlar e'lon bermaydi. Axborot shirkatlari e'lonning kirimi bilan muxbirlarni yollaydi. Chiqimlarini e'londan kirgan kirim bilan to'liqlab mangadi. Agar biz zulm haqida erishgan eng yangi ma'lumotlarni xalqaro axborotga o'rtoqlashmay, o'zimiz Uyg'urcha e'lon qilsak, millatni yig'latishdan boshqani qilmagan bo'lamiz. Bizning axborot bilan shug'ullanishimiz Uyg'urcha xabar bilan Uyg'urni yig'latish emas, insoniyatni Xitoyning zulmiga qarshi o'rnidan dast turg'izish bo'lishi kerak. Bu sarxillarning aqliga, diddiga va samimiyatiga havola. Beşimiz kelayotgan zulmdan, bo'layotgan fojialik ishlardan qutulishning dunyoning vijdoniga murojaat qilishdan, cho'ng davlatlar va tashkilotlarda da'vogarlik qilishdan boshqa men qila oladigan boshqa bir yo'li yo'q. Ammo biz yuqorida deb o'tgandek, bu sarxillar qiladigan ish. Buni avomga safarvarlik e'lon qilib qilg'ili bo'lmaydi. Bu avomning varqirab-jarqirab, qiyqas cho'qan chiqirib qiladigan ishi emas. Bizda avomning ishi bilan munavvarlar, ya'ni sarxillarning ishi ayrilishi, vatanga qartilgan da'vo bilan muhojiratdagi xalqimizning masalasi ayrilishi kerak. Bizda avomni safarvar qilib qiladigan ish muhojiratdagi Uyg'urlikni saqlash, bilim va iqtidorda taraqqiy qilishga, iqtisodiy jihatdan qad ko'tarishga undash. Biz dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuch bilan kurash qilayotgan, iqtisodiy kuchi yetarsiz millat. To'g'risini aytganda, biz 70 yildan beri to'xtamay madras, jamiyat va partiya qurgan bilan shu ishlarga qon beradigan bir iqtisodiy kapolat, ya'ni shirkat yoki korxona qurib boqqan millat emas. Men buni biri kishilarning g'oyiviy, xiyoliy masalalarga amroqligidan, yana biri qilsa savob,
qilmasa gunoh bo'lmaydigan fatvolarga shaydoliqidan. Uchinchi biri bilimga, sapoga emas, latipitilarga ko'proq moyil bo'lib, pul, iqtisod, non degan amaliy masalalardan o'zini qochirganligimiz bilan munosabatlik bo'lish mumkin deb qarayman. Millatning iqtisodini yaxshilash, uyg'urlikni saqlash, bilim va iqtidor jihatda kuchlanish uchun mening qiladigan safarbarlikim 3 turlik. Birinchisi, mencha ona til safarbarligi, hunar o'rganish safarbarligi bo'lishi kerak. Hozir chet ellardagi uyg'urlar, bo'libmi Turkiyada yashayotgan uyg'urlarning ko'pinchisi parcha-purat ishlarni qilyotidi. Muqim kirimi bo'lmagan, muqim ishi bo'lmagan odamning kayfiyatimi muqim bo'lmaydi. Natijada jidallashganga, jidal ko'rganga amroq bo'lib ketadi. Buni uyg'ur tilida ich pushish deymiz. Muqim kirim bo'lmagan kishilarda ich pushqi ig'ir bo'ladi. U yer bu yerdan kelib turadigan jidalga, yig'ilishlarga, jihodga qiziqib yurgan kishilarning ba'zilari hunarsiz, ishsiz yoki muqim ishi bo'lmag'achqa osonla aldanadi. Ikkinchi, fanni umumlashtirish safarbarligi bo'lishi kerak. Bo'libmi kompyuter bilimlari, sun'iy aql bilimlari, tibbiy bilimlar, harbiy bilimlar, havorayi bilimlari, tarix bilimlari, psixika bilimlari qatorliqlarni shu sohani biladigan kishilar qarallik vaqt chiqarib, kurs ochib, cho'nglar, bolalar va yoshlarni tarbiyalash kerak. Men Istanbulda nervi kesli bo'lganlarni, psixikasi buzilganlarni jin chaplashib qolgan deb maxsus jiniga o'qiydigan, bolasiga kalsiy kam bo'lsa doktorxonaga bormay udum qolganlarga yondiradigan ishlarni bilaman. Uchinchi, til o'rganish safarbarligi. Turkiyadagi mayli arabcha o'rgatayotgan, niqoblanishni targ'ib qiladigan, madras ochadigan uyg'ur bo'lsin yoki boshqa xizmatlar bilan mashg'ul kishilar bo'lsin, ko'nlar va yangilar bo'lsin, ko'pincha uyg'ur o'zini Turkiyada iqtisodiy, siyosiy jihatlarda kapolatlik, ishonchlik va bexatar his qilmaydi. 2018-yili Kanadaga ko'chmanlik iltimos sunganlarning 10 mingdan eshib ketishimi shuni isbotlaydi. İltimoslarning elektronlik nusxasini tayyorlaganda qarasam, shu ko'chmanlik iltimosi sungan niqobliklar jadvalga niqoblik rasmini bermabdi. Shunga niqobni Uyg'urning tanlashi deb hayajonlanib, uni qo'g'dug'ichi qiyofati kirib olgan dahisimalla bir istikan qahvani ortiq ichib bo'lib, ondan so'zlanglar. Sizlar Yevropada, Amerika va boshqa g'arb ellarda rohat turib qaynab ketgan bilan shu 10 minglagan Uyg'urning Turkiyada yurikusi. Qaytirilgan zinnat gulmi va boshqa och singlimizmi niqoblanganlik sabablik ish topolmagan, iqomat ololmagan, tutilib qamalgan yuzlagan singlimizning vakillari. Turkiyadan ketmoqchi bo'lgan Uyg'urlarni mayli Kanadaga olsin yoki ular boshqa Yevropa ellariga safar qilsin, til birinchi o'tkal. Dünya tili hozir inglizcha. Mayli iltimosingiz qabul bo'lib Kanadaga keting yoki boshqa Yevropa ellariga safar qiling, inglizcha bilsangiz ishingiz bir qancha oy, hatto 1 yilga yaqin tezlashidi. Men Yevropaga panohligi tasdiqlangan bir mehmon yozuvchi sifatida keldim. Men bu yerga mukofotliq kelibmi, yana nurg'un rasmiyatlarni bejirdim. Har bir ishda til muhimkan. Tilsizlik zulmkan. Agar men va oilamdagi hammaylar inglizcha bilmaydigan bo'lsak, mush kungacha bir normal turmush yo'liga kirib bo'lolmagan bo'lardik. Agar inglizcha bilmaydigan bo'lsak, ishimiz bu yerda yarim yil kechikkan bo'ladi. Endi mening o'rnimga boshqa bir Uyg'ur kelgan bo'lsa-chi, masalan, bir yog'ochchi bo'lgan bo'lsa, mush kungacha ish topgan bo'ladi. Kompyuterning tilini biladigan biri kelgan bo'lsa, yoki biror app yasaydigan, programma yozadigan injener bo'lgan bo'lsa, ish topgan bo'ladi. Endi biz musofir bo'ldik. Yiltizsiz qamg'oq bo'ldik Uyg'urim. Siz bir hunarvan bo'lmasangiz, inglizcha bilmasangiz,
hozirgi eng bozorliq bilim bo'lgan kompyuter bilmasangiz, bu musofirlik, ishsizlik jiningizga tashdek patqan. Men xalqimizning mushkunga qilishiga biz sarkilarning savallik bor deb qarayman. Bu sababdan kechirim so'rayman. Biz millatni mayli vatanda turib yetaklagan bo'layli yoki chet elda turib boshlamchi bo'lgan bo'layli, xatoliklar bizdan o'tdi. Xalqimizning mushkunlardan qutula olmasligidimi yana bizning, ya'ni sarkilarning savalligi takrorlanyotdi. Biz 50-yillarda xalqimizni Turkiyaga emas, Amerika, Kanada va Avstriyaga boshlayotdik. Ammo başlığa yerimiz Saudiya Arabiston va Turkiya bo'ldi. Biz pasportlar tarqatilganda xalqimizni g'arb ellariga targ'ib qila oldik. Ammo bizning tabliğ qilib yo'lga solganimiz Suriya, o'qishga, ko'chishga undiganimiz Turkiya, Misr va Arabiston bo'ldi. Biz yoshlarimizni madrasalarda inglizcha o'rganishga, hunar o'rganishga, kompyuterga da'vat qila oldik. Ammo da'vat qilganimiz arablarmi doktorlik, kompyuter va bankchilik sahnalarida ishlatilmayotgan arab tili bo'layotdi. Chunki biz ularning neniga ega emas, beqish ta'sir keladigan jiniga, oilasiga ega emas, qo'rqinch qoplagan eldiki avlodlariga ega emas edik. O'z nenimizni deb millatning jiniga beparvo edik. Özümüzni her qancha pədəzilsəkmi, avamның beşidiki zulümni, putidiki kişenni, ruhidiki sırtmaqni yoqtalmağınımız əməliyyat. Mən məsələ xalqda emas, sərxillarda deb qarayman. Biz xalqımızның layaqətlik yetakçisi bolalmadıq. Məsələn, etiqadsız Xitayni kommunizmlik ideya bilan birləşdirib, 28 yılda dövlət qurğan Mao Zedong. 9 xil tilda sözləydigan köp millat, köp dinlik Janubi Afrikada 25 yılda demokratiya barpo qilgan Mandela, qalaq beliqchilik kenti bo'lgan, savatsiz Xitoy ko'chmanlari yashaydigan Singapurni 30 yılda zamonaviy davlat qilib qurib chiqqan Li Guangyao bo'lolmaganimiz pakt. Bir dinda, bir mazhabda, bir tilda yashab kelgan bir millatning ozodlikqa erishmakda yo'q, kunining yildan yilga battar bo'lib ketishida avamning emas, boshlamchilarning mas'uliyati ig'ir. Biz o'zimizni sarxilla, sarkila deb yurgan bilan bizning saviyamizmi xalqimiz yetgan saviyada turib qolgan va zamon almashgan, dushman taraqqiy qilgan, muhit o'zgargan bo'lsa-mu, bizdagi tashkilotlarning faqat nomi va sonida o'zgarish bo'lgan. Biz texi dunyoning, dushmanning, taraqqiyotning yangilanib ketganligidan bexabar. Xatoliklarni e'tirof qilmag'achqa, xulosalab boqmag'achqa, nazarlarimizda, nazariyimizda yangilik bo'lmag'achqa, bizga dunyo va dushman konpet ko'rinmoqda. Afsus, orzuyimizning yangilanmaganligi, xiyolimizning o'zgarmaganligi, ideyamizning rivojlanmaganligi vaziyatda yangilik, o'zgarish va rivojlanish bo'lmaganligidan derak bermaydi, albatta. 2019 yil 24 avgust